Mana menga sizlar murojaat bilan chiqibman. Shunday yordamlaringiz kerak bo'lib turibdi. Men 2023-yil akam rahmatli Deraversam bilan Tiko mashina olganmiz, Tiko Urganchdan. Mashina oldi o'tirib olganman shu vaqtda. Mashina sotish maqsadida olganmiz. Egasi odam o'tirib ol degan, shuning uchun oldimizga o'tirib olganmiz. Şu mashina sotilib ketgan. Keyin akam rahmatlam ko'p o'tmay vafot qildilar. Shunga mashina izlab yuribman. Uni oldini o'tirib olgan odam. Kim sotib olgandan bilinmayman. Men xabarsiz qolib ketganman. Ish vaqtimda olib ketganlar. E'tibor qilmaganman men ham. Uni orada o'tirish kerak. Egasi orada o'tirmaganlar. Orada o'tiraman deb olib ketganlar uni. Endi kim olgan bo'lsam endi shuni bir kimdaligini topsa, xudo xolasa odini o'tirib olaman yo sotsa mashina qaytarib olaman, sotib olacakman. Şu yordam beramisizlarmi? Tiko edi. Yine bu Maygo'dan screenshot atıp aldım. Resmen 90-216 Tiko 97 yılıydı. Tiko edi. Sırada iltimas yardım qılıverseniz de tapış yardım verirseniz de yaxshi bo'ladi. Eğer adına o'tirgan imkoniyati bo'lmasa, mashina pulini berib qaytarib olaman. Mashina chunki akamdan esdalik bo'lib qolaveradi. Problemasi yo'q. Ya adamlar tushirish kerak, ya mashina qaytarib olaman. Hammaga rahmat. Kutib qolaman sizlar.